أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأقل الناس فيها هم الزهاد. Şu cehdeden boldu oğaqlarınki əhlidin ola ubbatlar oldu. Yani ibadet kılgan, yani pek ibadet kılgan abidler boldu. Ve adamlarınki en ıkılrağı, mene bu dünyadaki insanların en akıllı hoşarları ola nim boldu, zahitler oldu deydi. Endi biz Riyazu Salihin degan kitapni o'qiyapmiz, yani xutbasini o'qiyapmiz, yani bir ikki dars oldu. Endi tunugunki oldingi darsida mana bu dunyoninki qandoq ekanligi, mana bu oxirat, yani o dunyo mana qandoq ekanligi, unidagi bu insonlarniki, yani boshda nima uchun yaratilganligi, mana bu to'g'rida gap qilgan. İnsanların yaratılıştan bu dünyaya insanlar olsun, cinler olsun, yani bulanı fakat Allah'a ibadet kılış için neme kılgantı yaratılgan diyen İmam Nevevi. Onundaki yaratılış muş olan diken, bu yerde insanlara üstündeki mecburiyet ve vazife, farz, yani yaratılgan nersi nimeti ibadet kılıştı. Anlamanı ya ibadette kandak kılış. Kandak olsa ibadet oldu. Onu kandak kılış gerek. Buna ehemmiyet beriş pek mühim dep qaragan. Endi mühim dep qaragan diken bu yerda nima endi bu yerda unuga ehemmiyet beriş gerek. Unuga ehemmiyet beriş gerek ki uçağınızda dünyaniki ne menfaatlerden onu yüz yürüyüş gerek. Dünyadaki müştak tuğmaydıgan, hiç kadar menfaat kılmaydıgan bir yer. Hoş olduğun yemi çok emez, mengu kaldığı yemi emez, depmişler diye. Anda o anda ki müşrik cehdedin, benim müşrik cehdedin, benim dünyanınki ehllerinki içiden aykazla, aykaz degen yakizunninki cemisi aykal keldi. Yani dünyanınki ehllerinki içiden oğakla, yani kalbi oğak, ondaki yani gaflette emez, benim uşyar. Benim muşunda kişiler olan nim oldu, olan ubbatlar oldu. Bek Allah'a ibadet kılıp, devamlılık Allah nemedeydi ki, neymiş kısam boldu ki de, Allah'a ibadet kılıp ötüdüğün. Benim beş vakit namazım başka, nefli var, onun başka, benim nefli ibadeti devamlılık kılgan Allah'ın ki buyruğuna mağdurgan müştak kişiler çok boldu. Hem de yine şu dünyadaki insanların ki en akıllı kim boldu? Zahitler oldu. Yani zahit yani mi? Dünyanın işine çıkar yok, yani kalbide. Anca esip gitmeyi, dünya bir iş anda hop geçse, yakımında onca bunu hoşup gelgen dersi şu emez. Onu o andikin ama dünyanınki işlerde kalbileşte olan bilen, lekin ameliyat kandak oldu, resmi çin tutudu. Çin tutup onun için beğenmeydi. Çünkü şu dünyanınki işininki, o adamın kandaklışı dünyadaki işe bağlı. Onda o andikin, ben muşu zahit tepkiye adamlar, muş yarışadaki insanların en akıllı insanı oldu. Çünkü akıllı muvaffak iş kıldı da, akıllı muvaffak iş kıldı kıldı. Ben yüzgü menfaatlik olan, mühim boğan işlerini ki üzünü çok bununla ne kıldı, ola hepleşti. Ama yüzgü mühim boğan işini ançıp çok itibarı almayın. Onunla çok kar yok oldu. Ben bu akıl için bunu ne kıldı, öğütüdüm. Yine Allah Teala beni bu doğruluk ne mi dedi? Benim şu dünyanın kandak ekanligi to'g'ri Qur'oni Karimda Alloh taolo mundaq dedi. Nima dedi? İnnema masalul hayatid dunya kama anzalna minas samai faqtadara bihi nabatul ard mimma yakulun nas wal an'am hatta iza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasida kallam taghni bil ams kazalika nufassilu ayati liqawmin yetefekkerun. Diyen ayette Allah Teala men hayatı dünyanınki kandak ekanligini tasvirlab şu bu ayette şuna deydi. Nima deydi Allah? Hayatı dünyanınki. Ma dünyanınki mesele. Ma dünyada hozir yaşayotgan dünyadaki iş nima o'xshaydi? Bir suvga o'xshashdirki, biz buni osmondan nima qildik? Tushirdik.
Osmonda tushgandan keyin bunga zaminninki o'simliklari aralashdi. Zaminning o'simliklari degan odamlar va chorpaylar yeydigan narsadan edi. Zaminda o'sgan narsa zot nima qildi? Odamlar yeydi, undan chiqqan narsani ham hayvonlar ham yeydi. Mana mushu narsaniki o'zi suvga nima qildi? Suv aralashib, shuning bilan andagi bu o'simlik bo'lib, voy bug'doy qo'noq bo'lib, mevchi bo'lib, andagi o't yosh bo'lib, andagi nima qildi? Bular o'sdi. Men dunyo mana shunga o'xshaydi. O'sib qoladigan, hatto vaqtiki elbeti zamin. Tutuvdi zamin o'ziniki go'zalligini tutuvdi. Toz yeshil qilib, toza shu ko'klar, men o'sib, toz yeshil bo'lib, chiroyli bo'lib, va zayyanat, va zinatlib shu zamin men shu buq buraqsan, no, yub beshil, shu gullik ashta bo'ldi. Va gumon qildi bu zaminniki ahli, shuniki jazma bu ahli, bu endi osh narsaga endi meni kuchim yetadi, endi shu o'sgandan keyin apir qanda ishlasam mayli deb bahramon g'aflatga Alloh taolo bo'ldi. Mana keldi bu zaminga bizniki mana yiloq qilgan ishimiz kecha kunduzi nima qildi? Keldi. Kecha kunduzi kelib shuna qilimiz biz bu zaminning o'zini, o'simlik bor zaminning hammasini nima qilgan? O'ralgan. Hasid degan maqsud ma'nosida o'ralganki yo'q bo'lgan holat qilamizki, kallam ta'ala bil ams. Go'yoki o zaminda tunugini hech qanday bilan baxmagandek. Oshtaxni qotimiz, quvvatimiz. Ya'ni dunyoniki masala mushu holatga nima qiladi? O'xshaydi. Ana ham shu amniyatim to'g'ri. Voy dunyo pul topdim, voy unda qildim, munda qildim deb qilib oxirda verib toza nima qilman deb bir axli bir ofat bo'ladi, bir ish bo'ladi, yo qazo uchraydi. Shu bilan yo'q. Dunyo ish shu. Mushunga o'xshaydi. Kazalik nufasl ayati liqom yetafakkarun. Shunga o'xshash biz tafsili bayon qilamiz bizning oyatlarimizni fikr qila oladigan qavmlarga. Ammo fikr qila olmagan qavmlar-chi? Men bu yerda Alloh taolo fikr qilgan qavmlar men mushu degan oyatimizda buni ibrat va dars edib, dunyoni ancha vaqt nima qilib ketmaydigan, muhim deb bilib ketmaydigan, buni asos o'ringa chiqmaydigan, men bir odamning qandoq emas ekanini pul bilan yoki bino bilan, menvatgan mashinasi bilan belgilamaydigan, men mushtaqchoq qiladi. Buni kim qiladi? Aqlli insonlar. Ammo aqlsiz insonlar-chi dunyoniki kichkina mushunday manfaatiga aldinib, mening uyim bor, mening mashinam bor, mening pulim bor deb xahniki qandoq ekanligini o'lchab va baho berishdan men mush narsaga nima qiladi ular? Baho berdi. Bu nima u aqlsiz? Bu oyatga asosan. Unda o'g'anikin Alloh taolo mush oyat mushtaq debdi. Dunyoniki unchalar degandek nemisi yo'q. Unda o'g'aniki bizga nisbatan eng muhim bo'lgani biz nima uchun yaratildik? Allah yaratishni nima maqsad yaratibdi? Ibodat qilsin deb yaratgan ekan. Bizga muhim bo'lgan bunga ahamiyat berish. Qanday qilsam Alloh, qanday ibodat qilsam yaxshi bo'lar. Qanday qilsam xato bo'lib qolar. Qanday qilsam durust bo'lmas, qanday qilsam durust bo'lar degan narsani nima qilish? Buni ko'rish. Men bu odam deydi oyatlar bu ma'noda nojiq Qur'oni Karimda nojiq ana. Sura Kahfda bor, sura Bani İsrail, sura İsra'da bor, boshqa oyatlar nojiq. Mush oyatı dunyoni har xil shaklda tasvirlab, dunyoniki nimasi ashundaq dars shaklda beradigan. Men nima u oyatlar uchun nojiq. Vali jazman nayet güzel kıldı bir degüçi adam. Nemi dep güzel kıldı? Mene o adam degüçi. Tövenki şiirini dep degüçi adam nayet güzel şekilde kıldı ki. Nemi dedi o adam? Cazmen Allah üçün badır. İnne lillahi ibaden petana. Tellaqı dünya ve khaful fitana. Nezaru fiha felemma alimu enneha leyset li hayyin vetana. Cealuha lucceten vattakazu salihel a'mali fiha sufuna. Zaten Allah üçün bağdır. Allah'ın bir qancha nimeleri var, bir neçe bendeleri var. Ki o bendeler nəhayət huşyar. Patan degan huşyar degan gap, sezgür, aqqarı baqiyadalargan bunda bir nimeler var, bendeler var ki, mana bular talaq quvvatli, dunyoning quvvati talaq quvvatli. Yani dunyoni talaq qilgan gap o'zini ilgi chiqaryapti. Dunyoni do'st tutmaydigan, mushtaqchoq quvvatgan. Mana bular fitnadan nima qildi? Qo'rqdi.
Putindan dunyoni yaxshi ko'rib qo'yib, shundan natija kelgan ashunday musibat, ashunday gunoh masiyat, men mushta bir ishib qolamdiki deydigan, ashunday nima, hushyor, aqlli ashunday insonlar çok bor. Meni bular qardi shu dunyoga shundoq nazar fikrini, meni qardi. O vaqtdagi bilvidi shunday jazman ular, meni ular bilvidi shunday jazman bu dunyo emasken Türk adam için. Tirik canlıq, haqiqiy canlıq adam için bir vatan emasken, turduğan joy emasken degan ashni bilmedi. Qildilar ular o dunyoning o'zini lujja bir dulqin qildi. Dengizning ustidagi shunda bir qator dulqin shaq deb keldi yani. Shuni o'xshash qildi bu dunyoni. Shuni tutdilar ular. Amalniki eng yaxshisi shu dunyoda kemik tutdi. O dulqinlik kemide yalık denizin üstündeki dulkunu qarab, vay ondaqken, mandaqken biz anı qıp mandaq sağlık demezsin. Bunu aldanmazsın, ola biz aç denizi düşkendiyken, uçağın üzerinde biz resmi eskadığan neresi neyim o? Kemi. Kemi o anı kemini tutuşumuz gerek, kemi bizi saklap kalıyordu deyip, kemini ne kıldı? Tuttu ki o dulkunu aldı, ne kalmadı, denizdeki dulkunlara aldınıp kalmadı. Dulkun ayızga, mayızı kısa, vay bizim aç dulkun boyunca kendini menip aç düşüp, bizni qısaqlar dulqin hərəkət biz degan yerimiz apırdık yani deb aldınıb qırıb unda çox qanmadı. Mana bu dunyoni ha deb yaxshi tutib ketgan insonlar qanday qiladi? Zat pul, öy, arva, mush narsaniki o'zidayla hozir davrniki o'zida. Mana kiyim-kechak, yemək, ishmak hattoki. Shuni o'lchadan olib ketdi hozir endi. Restoran, maaşxona deb. Mana bu narsa o'zi go'yo dengizning ustidagi bir dulqin. O dulqunga aldırıp aşağı kitebes veyran boludu. Kandaki dulqunga ayınıp amakıl dep ne kısa deniz çüküp, denizin işi kirip çüküp ölgendek bu adam ölüdü bu hayatta. Hiç kandan nemisi yok. Felaket kapırdı. Ama o adam onu koyup, o adamın resmi eskadığın neresi değil mi? Dini ilim, dini malumat, Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Resulullah'da ne mi degen bolsa, şunu nem kılış, emel kılış. Yani bu adam değil. Kaçaniki bolsa, dünyanınki hali. Onda bilinmez ki ben yukarıda nemi kıldım, sifatladım. Dünya aşağı bir dünya kenemdi. Yani aşağı ahval şokken. Ve bizdeki halimiz, o anda bilinmez ki biz onun için yaratıldık. Yani ya bizim halimiz ve biz neyim için yaratıldık? Yani ahval müştah buluydu. Yani o anda bir yaratıldık, biz onu eski anda bir ilgili kıldım. Ben ilgili dedim. Diyen neresi yemek için yaratılgan, ibadet için yaratılgan. Bizim ahvalimiz şuken. Ben müştah buluydu. Nim boldan ekan tahakkul. Pes vacib ahvol deyim mukellefke. Yani balagat yetkendiğin ki kulpetni üstü evagan, dini talimatı kımız bulmaydıgan diyen aş insana mukellef yani mi? Kulpetni yüzün üstü aldı. Yani namaz oku, zakat ve roza tut, hac kıl, haram işlik kılma, zina kılma, hakkını hakkını yeme, yalgan gap kılma diyen hemmesi bir yüzünün üstüdeki neyim o muşakkat bir olan kulpet bir iş. Şu canlı kulpet işlik kılış mecburluğunda diyen gibi. Benim muşum mükellef boğa adamga şu ki apağa o adam öz nefsinin yaxşılarınki bardıgan mezheplerge apırış. Şu hak. Yaxşı adam meni selefler, katta alimler, yaxşı kişiler qanday qıptı eken. Anda oğaniki men şunda qilishim kerak degan gap, men aşu yuqoriki degan gap, dünya mında qılıdı, bizim için yaratıldı degan gapni xolası muştaq chiqdi. Ve mavdu adam o'lin Nuh Ekil egellerindeki malgan yolu dedim kuludu mağdum. Oğlu degen egeller degen gep, Nuh'a degen degen gep kuludu. Nuh'a degen gep yani Nuhyaton deydi, Nuhyaton akıl degen gep. Aslında Nuh'a yani degen tosi degen gep. Yani bu yerde akılın özü Nuh'a deyişteki üzü. Çünkü bir adamda akıl olsa o akıldaki üzü o adamne yüzde zarar apırdan nersin nemi kuludu tosudu. Bu toskallık nemi kuludu tosudu adamın akıl. Şu an akılın özü nehl. Nuh'a deyiş şu. Mene akıllık adamlarınki yolu dem kullangan gap, akıllık ve basiretlik, yani bir narsani tushuna oladigan, tegini tortib bila oladigan, aql ko'zi bilan uqalaydigan kishilarning yo'lidan nima qildi, o'chan o'zidan mengish uchun vojib bo'ldi. Mush gapni shu chiqdik biz ham, shuning maqsadi deydigan gap. Va yata'ahab. Mene tayyorlandi o adam, anda bir narsaki men uni nima qildim, ishorat qildim. Men ishorat qilgan narsaga uni tayyorlik qilib, uni bo'yicha harakat qilish kerak. Tahab degan tayyorlik qildi, o'ziga oldi degan gap.
Yani men tayyorlagan narsa nima? Mana ibodat uchun yaratilgan bo'lgandan ibodat qanday qilish kerak, nima qilish kerak? O'shunga nima qilish, tayyorlik qilish kerak. Va ahamiyat berish kerak. Undaq bilmaslik men uni nima qildim? Ogohlantirdim. Ogohlantirgan narsaga o'zini bu odam shu narsaga nima qilish kerak? Ahamiyat berib, mana dunyoni anchalar yaxshi ko'rib ketmay qalbida, mana dünya deb oxiratni tark etib, mana Qur'on hadisning ro'yini, ta'limotini tark etib, undaq çok qilmaslik shu kerak. Bu vacib. Yuqori gapniki o'zidan. Deydi. Shunlar bir mazmun nima qildi hozir? Tugdi. Va asbabu tariqan lahu fi zalik. Mana shu odam uchun yo'lniki eng to'g'risi ash ishda. Yani ash yuqorqi ay deyilgan ash nimada ishda. Mana yuqorqi ash ishni dunyoda yig'ar-yig'raqlab ibodat uchun yaratilgan bo'lgandan unidagi mana narsini elish, uni foyda qilib o'ziga foydali narsani mana ashundoq qilishda va bir nimasining eng to'g'risiki mana mangdu odam shu narsaga nimadan maslahatladin, ya'ni yo'lladin. Men mangdigan e'tiqodiy va amaliy yo'lniki eng to'g'risi nimadir? At-ta'addubu bima sahha an-nabiy. Mana bizdagi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sihatga kelgan narsa bilan nima bo'ludur? Adablik bo'lishdir. Ya'ni addaba degan gap, ya'ni o odam shu orqali shu payg'ambardan hadisi kelgan shu narsa adab axloq bo'lish kerak. Ya'ni o'ziga o'zlashtirish kerak. Ya'ni ta'addubdir. At-ta'addubu degan asbobniki nimasi o xabari. Mana shu odamning shu narsani nima qildigan? Mana to'g'ri qildigan yo'lning eng to'g'risi, mangdigan eng haqiqiy yo'l ta'addub. Yani o adam o'ziga o'zlashtirish kerak, aminlashtirish kerak. Nimani? Anda bilmez ki bizlik sayyidimizning sihat ketdi. Payg'ambardan kelgan narsani o'zini o'zlashtirish kerak. Hadisi nima debdi? Shu bo'yicha amal qilish kerak. Amal qilgan o'zida andiki nima uchun yaratilganligini maqsadini rasmiy topgan bo'ladi. Shu hadisni bilish, o'qish, amallash, qilish orqali. Mana bizning sayyidimizki avvalgi va oxirlarning nimasi edi? Sayyid edi. Mana ilgarki va keyingi payg'ambarlar kishilarning hammasining nimasi o kattasi edi. Va ilgarki va keyingilarniki eng ulg'uchi edi. Bizningki payg'ambarimiz odatga nima emas o? Payg'ambar emas. Bu payg'ambar ilgarki hatto Odam alayhisalomdan nima deymiz? Biz e'tiqodimizda katta deb e'tiqod qilamiz. Shuningdek, bundan keyingi qiyomat bo'lgan kishilarning ichidan chiqqan birinchi eng ulug' kishi kim? Muhammad alayhisalom. Anda o aniki Muhammad alayhisalomning sihatga yetgan, ya'ni kelgan hadis sunnatlarga muvofiq qilish kerak, amal qilish kerak. Amal qilgan vaqt o'zida bu odam eng to'g'ri yo'lni, eng to'g'ri maslakni, mangdigan ideologiya va o odamning yurish turishniki nimasi eng to'g'risini topgan bo'ladi. Ammo buniga g'ayri ma'qul odamcha ziyon tortadi. Mana Alloh taoloning mana salovatlari, ya'ni Allohning rahmatlari, mana Muhammad va Allohning rahmatlari va Allohning salomatligi, ya'ni Allohning odamga bergan salomatligi, badani va aqli va uning boshqa salomatligi shu Muhammad alayhisalom uchun bo'lsin. Va qolgan payg'ambarlarga uchun bo'lsin. Va jazma dedi Alloh taolo nima dedi bu to'g'ridan? Va ta'awunu alal birri va taqvo. Sizlar yaxshi ishga nima qilinglar? Hammalar yaxshi ish va taqvo bo'lgan ishlarga bir-biringizga hamkorlashinglar dedi Alloh taolo. Va yine sihat yetdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan shuniki jazma payg'ambar dedi. Alloh taolo bir bandaniki yordamida bo'ladi. Madamiki shu banda o'ziniki qarindishniki yordamida bo'lsa. Alloh taolo menga yordam qilsin desak, jazman bizmi yin bir odamniki yordamida bo'lishimiz kerak. Men mushundaq bo'lsa Alloh u odam yordam beradi deb payg'ambar shunday degan. Yeni payg'ambar degan, bir odamiki boshchisi o odamni bir yaxshi ishga bossa, u chog'da bu odam uchun bordir. Shu yaxshi ishni qilgan odamniki ajrini o'xshagan. Yani yaxshi ish qilgan bir odam yaxshi boshlab qo'yibdi. Boshlagan bo'lsa, shu o'rganib shu bo'yicha amal qilgan bo'lsa, u odam savob bo'ladi. Savob bo'lganniki aynini o'xshi, ay boshlab qo'ygan odamga uchun bo'ladi degan payg'ambar. Yeni payg'ambar degan, bir odamiki kishisi o odam, yeni bir odamni hidoyat to'g'ri uchun qishiribdi.
Kişigan bolsa mene boludu şu kişiga adam üçün əcirdən. Mene anda bir kişiniki əcirinin oxşu oldu ki, o adam şunu hidayət ergeçti. Şu adam ergeçti ya hidayət ergeçti. Şu hidayət qancha adam ergeçken bolsa, şu adamniki savablık oxşu hidayətki başlap sebep boğa adamı çok boludu digen Peygamber. Ki kemip ketmeydi. Men bu iş ulanıki əcirdən hiç qana bir şey ki. Allah Teala mene mağa adamga qanchalik savab bergan bo'lsa, shu savobniki o'qishni boshlab qo'ygan adam bergandan boshlab qo'ygan adamga berish orqali mağa adamniki savobchi kamib ketmaydi. Qanchalik bo'lsa, uni aynan shundoq berdi. Buni o'qishni boshlab qo'ygan adam uchun berdi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun mushta degan. Yine payg'ambar degan Eli roziyallohu ta'ala anhuga qasam Allohiki her ayna hidayet kılay Allah Teala sen bilen, senin sebebiyle bir adamni, senin sebebiyle bir adamni Allah'ın yapıp kılay, hidayet yapıp kılay, bu iş yaxşıdır, sendin kızıl tögüledi. Arapların işi demiş kızıl tögüledi, yaxşı görülen iş var. Benim muşuk kızıl tögüledi mi, yaxşı iş oldu. Senin sebebiyle bir adam, muştasak, tebliğ kıpsan, yaxşı yap kıpsan, düşendiripsen, uqturipsan. Uqtuğandan ki şu sebepten bu adam Müslüman olup kaptı, ondan hidayet yap kaptı, tövbe yap kaptı, tövbe kılıp kaptı. Mene muşundaq qılğanın sen en yaxşı olğan, tövbeni yassalap, aslap sadık vergandın mı? Bunun işi yaxşı degen Peygamber. Mene yuqarqı ayet. Onu da başka peygamber vata'un ala birri ve taqva. Onu da başka Peygamber muşundaq bir hadisler var. Anda o andaki bir adamniki mene 5 degandek mene baxtlik en to'g'ri yo'l, en haqiqiy dağdam yo'lda manaman. Dunyo va oxiratda men rasmiy baxsadat erişimen, men yaxshi yerga erişimen desek, o'chog'imizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki nemizki cho'ng hadis sunnatlarga ergishimiz kerak. Shu bo'yicha o'zimizni men adablik qilishimiz, axloq qilib, shu bo'yicha amallashtirib vujudimiz bo'lish kerak. Dedik. Degandeki shuni ona, Alloh taolo mushtaq yordam qilinglar debdi. Payg'ambar mushtaq boshisi mushtaq savob bo'ldi debdi. Degandan keyin shuna bu odam nima deydimdi? Men ma yezisi, ma kitobni yezish orqali meni qo'limda kelgan mushu. Mushunda men yezib, yo'qlab mushtaq kitob qilib qo'ydim. Meni va haqqa meni yaxshi ishni qilib, Alloh taolo yordam, yaxshi ishga yordam qilinglar deganda men yordamda bo'ldim. Men o'zimning ilmini mushtaq yezish orqali payg'ambar yezistirda mushundaq bir odam yaxshilab qo'ysa, uni savobi bo'ladi degan. Müştaq yaxshilik qo'ysa, shu yetib turdi degan. Men mushu yedisga asosan men bu kitobni nima qildim? Riyaz Solihin degan kitob yozdim deydi. Shuni deydim bu odam. Ko'rdim men shu ekan, men juğulgayman. Yani talib qo'yman bir muxtasarni sahih hadislardan. Hadislardagi sahih bo'lgan hadislardan bir qisqartirilgan, labzi qisqa, ma'nosi nima jiq bo'lgan ixtisor, ixcham qilingan bir kitobni men juğlap yezishimdan ko'nglimda buni ko'rdim. Ko'nglim shuni o'yladim, mushunda qilsam bo'lg'ida deb o'yladim. Ki bu hadis kitob, men bu muxtasar, meni o'z oldi, shu odamniki oxiratniki meni shu yiliq muxtasarning o'zi, meni shu odamniki yiliq aj yo'lni mansam bo'ldi degan hamrosi bo'lgan odamga yo'lni o'z oladigan oxiratga bo'lgan yo'lni o'z olgan bir muxtasar, qisqartirilgan bir kitob. Mushu kitobni o'qisam oxirat borman deydigan shuni o'z oladigan, ashliga agish maga odam shuga olib bir muxtasar, qisqartirilgan, ixchamlangan bir kitobni yozishni shu ko'rdim. Meni hosil qilgan, meni hosil qiluvchi muhassala degan mushtamilarga aytib bu oliki muxtasarni sifati. Meni u paydo qiluvchi, hozirlig'uchi u bu muxtasar. Mana shu odamniki botini va zohiri axloqi, ruhiy va ma'naviyati va zohir amallarini hammani nima qilgan uni, mana uni axloqli qilgan, to'g'ri qilgan, shuni natijalarida paydo qilib beradigan bir ixcham bir kitobni to'plasam bo'lg'dak deb ko'rib qoldim. Mana u kitobning o'zi, mana targ'ib va tarhibni o'z ichiga olgan. Mana kishilarni rag'batlantiradigan, yaxshi ishni qilsam mendaq savob bo'ladi deb, mana kishilarni harom ishdan meni uni qo'rqitadigan, "Ma ishni qilsangiz Alloh g'azab qiladi, do'zax akirdi" deydigan, men mushuni o'z ichiga olgan bir ixcham bir kitobni yozishni men çok ko'rdim. Va qolgan mavjud odamlarniki adab axloqniki nov'iylarini, buning turlari bor.
Mana bu turlarniki nojiq. Mana buni nima qilgan o'sish oladigan. Nimadan? Zohidlik hadislardan va nufsniki nimasidan? İnsanlarning nufsi jafo mushaqqatga tortish orqali yozgan. Men shu orqali natija kelgan, ashundoq davomli zikr, tasbih, ibodatda o'tgan. Men mushundan o'z olgan narsani nima qildigan? Men solihlar mushtaq qilman deb nima qildi? Adab, axloq mushitdi. Men bular salaflarniki nimasi bo'ldi? Men salaflarning gapi, yenimiz axloq mushtaq bo'ldi. Buni o'z olgan bir ixtisor, bir ixchamlagan bir kitobniki yozishni men shu ko'nglimcha ko'rdim. Axloqni nima qilgan? Pokizlaydigan. Qalblarniki o'zini qalblarniki o'zini mana pokizlaydigan va qalblarniki o'zini davolaydigan va a'zoniki o'zini saqlaydigan va a'zoniki o'zini qiyib ketishdan nima qiladigan saqlaydigan. Men mushundaq narsani o'z oladigan bir ixtisor bir kitobni yozishga men nima qildim? Men ko'nglimcha tutdim. Va shuniki g'ayri deydimda, men bir qancha dedim. Meni ariflarniki maqsadlardan bo'lgan. Yani arif deydigan bir nima bor, shu tasavvufniki nimasida. Bununki nimasida Allohga ibodat qilish jihatda butun dunyo ishini hamma aloqani uzib, faqat Alloh deb. Alloh deb shu orqali bu odamning o'zi qalbida Allohni taniydigan. Rasmiy nima qilgan bir xil nima eng yuqori martabaga yetadigan bir xil nima u ishendi. Mana bununki maqsadi qanday qildi, qanday qilsa qanday bo'ladi, mana qanday ishni qilsa bo'lmaydi degan edik. Va mushlim ko'nglim bitdi. Deydi. Ko'nglim bitib, men iltizam qildim. Men jazmi o'z ustimga oldim bu kitobda shu zikr qilmayman. Faqat nimadan sayyidisini. Meni Rayu Solihin degan ixtisor qilingan, ixcham qilingan bu kitobning o'zida men o'zimning gadiniga shuni ahd qilib dedimki, faqat sayyidisini yozaman. Nimadan? Sayyidisga vazihat. Yani o hadislarniki ma'nosi ham nima uchuq. Hamma adam tushuna oladigan bir hadisga men qo'shilgan holatda meni bu hadis nimaga sahih mashhur kitoblarga. Yani sahih mashhur kitoblarga men qo'shib akib, yani hadis kitobining mashhur kitoblar shuni qo'shib qilgan bir hadisni men nima qilmayman? Men jo'lg'ayman. Men mushundaq qilishni men nima qildim? Ahd qildim. Va usaddirul abwab va boshda kelganman beşiğe kelganman babqa Qur'oni azimdan bo'lgan 1000-oyati karimini babning beşiğe kelganman. Meni bu Riyoz Solihniki bab qo'ydi. Bab qo'ygan vaqtniki o'zida bu babning kitobniki nimasi shu 17 mi 18 mi ekan, ammo uning ichidagi yalaqi bab deymiz. Babning o'zi 200 necha ekan. 200 necha dona bab, ya'ni mazmun o'z olgan bir kitob nima ekan. Men shunday qildim. Endi Qur'oni Karimniki oyatlarniki o'zini men babqa nima qildim? Beshiga keldim. Bir bab qo'yma, bab qo'ygandan keyin oyat keladi, undan keyin hadis keladi. Men mushtaqchoq qildim. Men deydi bu adam mushu kitobning Rasulning ichida eng sahih bo'lgan kitobni keltirdimki, bu sahih bo'lgan kitobniki o'zi meni qanday qildi? Meni mashhur shu yilqi shu mashhur Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibn Majah deganidek, mana Imom Ahmadning degandek mashhur kitob bilan qo'shilgan sahih kitobni qo'shishni men nima qildim? Osh kitobning ichiga yozishni men shu o'zim iltizom qildim. Shuning bilan birda har bir babni qo'ysa, babniki oxirida 5 g'ala oyatni qo'yishni uchun men nima qildim? U yerga boshlab aşağı yozdim. Deydi. Ve şunun bilan men vash, yani yurtiman, yani yayman. Onda bilaman muhtoj bo'ladi. Zaptiga ya bir ma'nini zabt mustahkamlash ya shar'iylashga, yani ma'ni xafi. Maxfi bir ma'nini mustahkamlash yoki uni shar'iylashga, mana tanbihatlardan bo'lgan bir mincha isil narsa bilan men uni nima qilaman? Muhtoj bo'lgan narsa men uni shar'iylabchi, shari, yani atrofiga men u yerga qilaman. Vishah deydi bir narsaga atrofida bor cho'risi qon narsaning o'zini, chiroyli qon narsaning o'zi kim kechani uni vishah deydi. Ya'ni men deydi bu odam aşağıda bir Qur'on ya hadisniki bir mansub qolgan bo'lsa, sal maxbarrat, men shu maxfi ma'niniki o'zini noit isil ashuna talbiyotlar bilan o kitobniki
yeniga yoki ashbirga shariylab madoq bir uning ma'nosini ichib mushtaqchu qilib qo'yman deydi. Men Rasulullohniki shu Qur'on ham hadisniki ma'nosini ashtaq buyurishib shariy qildi. Endi qachoniki desam men hadisniki oxirida muttafaqun alay desa, uniki ma'nosi Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis deydi. Mana bu kitobni hozir qandoq yozishni, nima maqsad yozganligini men hozir nima bo'ldi bu odam deb bo'ldi. Endi bu odam deydi: "Umid qilaman, agar tamom bo'lsa ma kitob." Endi niyat qilgan odam mushta bir plan bor ekan, plan o'ttirib qo'ydi. Endi men kirib endi qachoniki umid qilaman, agar ma kitob tamom bo'lsa, meniki ko'nglimdagidek rasmiy yozilib, ashundaq shakl qilib, ashundaq meni bo'lgan bo'lsa, shuki bo'g'ay bu kitobniki o'zi, men bu kitobga ahamiyat bergan kishiniki o'zini xayriyat ishlagan haydovchi bo'lishini umid qilaman. Meni bu kitobga ahamiyat beradigan, dinning ishini muhim deb qaragan odamniki o'ziga meni yaxshi ishga nima qildi bu kitob meni boshlaydi. Shunda bir boshlaydigan yaxshi ishlarniki o'zini ko'rsatib qo'ygan bir kitob bo'lishi men buni umid qilaman. Meni to'sqichi bo'g'ay bu kitob men o odamning har qanday har turdagi sat ish va yilaqib yo'qotadigan har qanday ashundaq gunoh ma'siyatdan bu kitobning o'zi o odamni posil bo'lgan. Mushunda bo'lishi men deb qilaman, umid qilaman. Endi bu kitob bir tarafdan mushu ishga ahamiyat bergan odamni yaxshi ish boshlaydigan, yin birsiga anadikan bu kitobniki o'zini meni harom ishni saqlab, o yilaq qilgan ishni u saqlab posilib qoladigan mushunda bir kitob bo'lishi men umid qilaman. Inshaalloh. Men bir qarindishimdan men so'raymanki, kim manfaat oldi, u shu kitobni bir şeyle manfaat olib qoldi. Mush Rasulullohni o'qib, mushunda manfaat olib, mushtaq qolgan men kishini so'rayman, shuki menga duo qilib qo'ygan. Mening ota-onam uchun, meniki ustozlarim uchun va meniki do'stlarim uchun va musulmonlar uchun hammasi uchun bir duo qilib qo'yishni, xos duo qilib qo'yishni men umid qilaman. Dedi İmam Navaviy'dek katta zatniki o'zi, men normal odam hammasidan o'qiyotgan, anglayotgan mushtaq odamdan duo qilib talab qiladi. Buning uchun umid qilaman deydi. Va Allohil Karim i'timadi. Allah Taala'nınki üstügüdür, mening nima qilishim, tayinishim. Va Allohdir, meningki topshirishim. Men Allah Taala Kerim bo'lgan Allohni tayinaman. Har qanday ishda bu zotga yo'lanaman. Va Allohga bütün ishlarim hammani bu zot qilaman, topshiraman. Ya bu yerda va Alloh xabar muqaddam mujohid qasrini paydo'rdi ana. Mana Allohdir, Allah'ın üstügüdür, Allah Kerim bo'lgan Allah'ın üstügüdür, mening tayinishim va Allohdir, meniki topshirishim va meniki beqilishim. Va menga shu kifoyadir Allah va ajab yaxshi nima vakil Allah. Va la havla va la quvvata illa billahil azim. Meni hech qanday harakat va quvvat faqat aziz, hakim bo'lgan Alloh bilan shu bor. Mana bu kitob yozmanda mushta harakat qilaman, mushta ish qilaman. Bu harakat, bu ishniki hammasi Allohniki sevilen bo'ladi. Men o'zimni oda harakat qilib, Allah ashta harakat qiladigan, ashta midraydigan kuch-quvvatni Allah bermasa, o'z qilolani qilolmaydi. Unda o'g'anikin Allah bu ishga nima kafi. Hamma ishni Alloh topshirdim. Allah muffa Allohga bütün işlerimni Allah topshirib, Allah tayandim. Unda o'g'ani bu ishlarni hamma qildim. İnşallah bu kitap hayriyat olsun. Deb bu adam shunula bu kitobni yozgan va nima uchun qilgan, qanday qilish olgan, hammani bu kitob hozir yana nima qildi deb bu adam tugatdi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.